Mahatma Gandhi Hindistonda qanday qilib qurol-yarog'siz mustaqillikka olib chiqqan? Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Hozir tushuntirib beraman. Oldin ham tushuntirgandim, yana bir marta tushuntiraman. Xullas, Mahatma Gandhi bir echkini olib kulbaga kirib 3 oy yashaydi. Suti bilan oziqlanadi, ustidagi tuklari bilan o'ziga kiyim tikib olib yashaydi. 3 oydan keyin tashqariga chiqib, to'planib turgan johil aholini oldiga borib aytadiki, "Qaranglar" deydi. "Shu echki bilan men 3 oy yashadim. Suti bilan oziqlandim, tuklari bilan o'zimga kiyim tikib olib yashadim. Buni qila olganmiz, boshqasini ham qila olamiz. Inglizlarning mollariga biz ehtiyojimiz yo'q. Nimaga ularning narsasini sotib olib, ularni kuchaytirib, o'zimiz qul bo'lib davom etishimiz kerak? O'zimiz ham qila olamiz" deganda, shunda hindlar tushunib olib bu narsani yoppasiga inglizlarning mollarini sotib olmaslikka qaror qilishadi. Keyin ingliz markali mollar hammasi inqirozga uchrashda boshlaydi va ingliz hukumatiga u fabrikalarda sohiblari aytadiki, "Bular nimani so'rayotgan bo'lsa beringlar. Baribir qo'llaridan hech narsa kelmaydi. Bizning birinchi maqsadimiz ekonomikamizni yaxshilab, dunyoga hukm o'tkazish" deydi. Lekin mana ko'rib turibsizlar, Hindiston bu narsani epladi, uddaladi. Lekin yana bitta narsa tushuntiraman. Boykot emas do'stlar, boykotni boshqacha yo'l bilan qilish kerak. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'zingiz zo'r narsalarni ishlab chiqarib, dunyoga sotish kerak. Bir xilga markalarda hozir qayerda ishlab chiqarilayotganini ham bilmaymiz даже. Ko'rishamiz do'stlar. Bu yerda o'zi ko'p narsani o'tkazib yubordinglar.